Eron AQShning ikkita samolyotini urib tushirdi. Eronga qarshi urushda AQShning yaralangan harbiy xizmatchilar soni ortib bormoqda. Afg'onistondagi zilzila oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. Eron AQShning taklifini rad etdi. AQSh kelasi yili Kiyevga yordam bermaydi. Eron Tel Avivga hujumlarni kuchaytirish bilan tahdid qilmoqda. Shimoliy Koreya harbiy maqsadda ikkita qishloqni buzib tashladi. Endi esa batafsil. Eron AQShning 2 samolyotini urib tushirdi. Eron mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlari A-10 Thunderbolt 2 samolyotini Hormuz bo'g'ozi yaqinida urib tushirdi. Bu haqda The New York Times xabar qilgan. Nashrning ma'lumotlariga ko'ra, samolyot urib tushirilgach, Fors ko'rfazi suvlariga qulagan. Qolaversa, boshqa ommaviy axborot vositalari rasmiylarga tayanib, shu hududda A-10 samolyoti qulagani haqida yozgan. Xabarga ko'ra, uchuvchi qutqarilgan, ammo halokat sababi ochiqlanmagan. Bu hodisa so'nggi 24 soat ichida yo'qotilgan ikkinchi AQSh harbiy samolyoti bo'lishi mumkin. Oldinroq Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi yana bir AQSh qiruvchi samolyoti urib tushirilganini bildirib o'tgan. Dastlab u F-35 deb aytilgan, ammo ekspertlar bu aslida F-15I ekani aniqlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp bu yo'qotishlar Eron bilan muzokaralarga ta'sir qilmasligini aytib, bu urush deb izoh bergan. Ro'za oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Xabarlar uz nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Eronga qarshi urushda AQShning yaralangan harbiy xizmatchilari soni ortib bormoqda. Eronga qarshi epik g'azab operatsiyasi boshlanganidan beri 365 nafar amerikalik harbiy xizmatchi yaralangan. Bu haqda VSH Pentagonga tayanib ma'lum qilgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlar orasida 247 nafar AQSh armiyasi, 63 nafar dengiz floti, 36 nafar havo kuchlari va 19 nafar dengiz piyodalari bor. Avvalroq operatsiya davomida 13 nafar amerikalik harbiy xizmatchi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Afg'onistondagi zilzila oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. 3-aprel kuni Afg'oniston hududidagi Hindukush tog' tizmasi hududida sodir bo'lgan zilzila oqibatida Qobulda 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Central Asia xabar qilgan. Qayd etilishicha, 5.86 magnitudali zilzila soat 22:52 da sodir bo'lgan. Nuqta katta chuqurlikda, taxminan 190-200 km masofada joylashgan bo'lib, bu to'lqinlarning uzoq masofaga tarqalishiga yordam bergan. Epicentr mamlakat shimoli-sharqidagi Badaxshon shahrida joylashgan. Zilzilalar qo'shni mamlakatlarda, jumladan Pokiston, O'zbekiston va Qozog'istonda sezilgan. Ba'zi hududlarda tebranish kuchi 2-3 ballga yetgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, zilzila oqibatida odamlar qulab tushgan binoning vayronalari ostida qolib halok bo'lgan. Jabrlanganlar ham bor, biroq ularning aniq soni ko'rsatilmagan. Eron Tel Avivga hujumlarni kuchaytirish bilan tahdid qilmoqda. Eron AQShning Islom Respublikasi infratuzilmasini yo'q qilish tahdidi amalga oshirilsa, Tel Avivga qarshi yanada kuchliroq hujumlar uyushtirishga tayyorligini e'lon qildi. Bu haqda Eron qurolli kuchlari bosh shtabi bayonotida aytilgan. Agar AQSh prezidenti Donald Trampning Eron ko'priklari, elektr stansiyalari va energetika infratuzilmasini yo'q qilish tahdidlari amalga oshirilsa, Eron qurolli kuchlari yanada kuchliroq hujumlar uyushtiradi, deb ta'kidladi bosh shtab. Ularning qo'shimcha qilishicha, hujumlar nafaqat AQSh va Isroil obyektlariga, balki Tel Avivning muhimroq va kengroq qismlariga, shuningdek, mintaqadagi AQSh bazalari joylashgan mamlakatlarga ham qaratilgan bo'lishi mumkin. Eron harbiylari, shuningdek, AQSh harbiy bazalarini joylashtirgan davlatlar potensial zararni oldini olish uchun amerikaliklarni o'z hududlarini tark etishga majbur qilishlari kerakligi haqida ogohlantirdi. Eron AQShning taklifini rad etdi. Tehron Washingtonning 48 soatlik o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi. Bu qaror rasmiy javob sifatida emas, balki hujumlarni davom ettirish orqali bildirildi. Bu haqda Fars xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh tomoni muzokaralar orqali o't ochishni to'xtatishga erishishga harakat qilgan. Ayniqsa, Bubiyan oroldagi amerikaliklar harbiy omboriga berilgan zarbadan keyin. Shu bilan birga The Wall Street Journal'ning yozishicha, Pokiston boshchiligidagi mintaqaviy davlatlar tomonidan urushni to'xtatish bo'yicha harakatlar to'xtab qolgan. Eron yaqin kunlarda Islomobodda AQSh rasmiylari bilan uchrashishni istamayapti va Amerika talablarini qabul qilib bo'lmaydigan deb hisoblaydi. Shunga qaramay, Turkiya va Misr yangi muzokara maydonlarini
Doha yoki Istanbulni ko'rib chiqmoqda. AQSh razvedkasiga ko'ra Eron hozircha muzokaralarga tayyor emas va o'zini kuchli pozitsiyada deb hisoblaydi. Shuning uchun u Washington talablariga rozi bo'lishni istamayapti. Bundan tashqari Tehron muzokaralar tuzoq bo'lishi mumkinligidan ham xavotirda. Ularning fikricha, bunday uchrashuvlar siyosiy shaxslarga qarshi hujumlarga olib kelishi mumkin. AQSh kelasi yili Kiyevga yordam bermaydi. Oq uyning 2027-yilga Qo'shma Shtatlar uchun federal byudjet taklifida Kiyevni qo'llab-quvvatlash uchun hech qanday mablag' ko'zda tutilmagan. 92 sahifali hujjatda Ukraina va Kiyev so'zlari biror marta ham uchramaydi. AQSh ma'muriyati moliyaviy rejaga Kiyevga yordam berish uchun hech qanday mablag'ni, na qurol-yarog', na o'q-dorilar yetkazib berish, na qo'shimcha naqd pul to'lovlari orqali kiritmagan. Shu bilan birga Washington harbiy byudjetni rekord darajaga ko'tarib, $1,5 trillion ga yetkazishni rejalashtirmoqda. Xususan taklifda armiya va dengiz floti uchun 34 ta kema, jumladan 18 ta jangovar kema va 16 ta yordamchi kema qurish uchun $65,8 milliard ajratilgan. Shimoliy Koreya harbiy maqsadda ikkita qishloqni buzib tashladi. Shimoliy Koreya o'zining raketa va sun'iy yo'ldoshlarini uchirishga mo'ljallangan asosiy obyektlardan biri yaqinidagi bir nechta aholi punktini vayron qilgan bo'lishi mumkin. Bu esa infratuzilmani kengaytirish rejalaridan dalolat beradi. Bu haqda Bloomberg xabar qildi. Qayd etilishicha, bu holat mintaqadagi xavfsizlik borasidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Ayniqsa Erondagi cho'zilgan urush tufayli yuzaga kelgan umumiy beqarorlik fonida. Stimson markazi qoshidagi 38 North dasturi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida mamlakatning g'arbiy sohilidagi Sohay sun'iy yo'ldosh uchirish stansiyasi bilan chegaradosh bo'lgan ikkita qishloq buzib tashlangan. Gap jami yuzlab binolar haqida bormoqda. Markazning katta ilmiy xodimi Martin Williams ushbu harakatlar mamlakatning koinot dasturini rivojlantirish rejalari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, sun'iy yo'ldoshlar va sun'iy yo'ldoshlarga qarshi texnologiyalar yangi 5 yillik rejaga kiritilganini hisobga olsa, Shimoliy Koreyaning asosiy kosmik markazi kengaytirilishi ehtimoldan xoli emas. Shimoliy Koreya fevral oyida o'zining yangi rivojlanish strategiyasini taqdim etdi. Hujjat 2030-yilgacha bo'lgan davrni qamrab oladi va xususan orbitaga qo'shimcha razvedka sun'iy yo'ldoshlarini uchirishni nazarda tutadi. Ushbu hisobotning paydo bo'lishi Shimoliy Koreyaning strategik zarba berish imkoniyatlarini kuchaytirishi kutilayotgan yangi qattiq yoqilg'ili dvigatel sinovlari haqidagi xabarlar bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Mamlakat yadro va raketa dasturlarini faol rivojlantirmoqda. Uning yetakchisi Kim Chen In esa Ukrainaga qarshi urush fonida Rossiya bilan tobora yaqinlashmoqda.